Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan biz yana aqllilar o'yinini o'ynaymiz. Aqllilar o'yinini kimlar o'ynaydi? Aqllilar. Aqlli bolalar o'ynaydi, to'g'rimi? Demak, Gulasal bilan Gulironi bugun 10-shaklda yasaymiz. Tayyormizmi? Landlan o'yin boshlandi. Boshladik. O'ldimi? Bo'ldi. Qara, yaxshilab qo'yib yo'q. Demak, 9 ta o'yinda hozircha 6 tasida Gulironi o'tdi, 3 tasida Gulasal o'tdi. Hozircha O'sha paytlarda Shuning uchun- yordam bermagandim-da. shuning uchun hozir murakkab bo'lgani uchun Gulironiga, Gulasalga Muslima opasi yordam qiladi. Olda sen ham olib qarab, qaysi ranglarni olib qo'yib chiqaver. Menga mana bunisi mana qayoqqa qo'ysam mana mana qasga. Bo'ldi. Demak, bu o'yinda Muslima va Gulasal birgalikda g'olib bo'ldi. Demak, nima olamiz? Gulasal deyapman-ku. Gulasal. Qaysi biri? Nima olasan? Nima olasan? Piknik palichkami. Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.